Aka, tepadan yomg'ir ham tushib yotibdi. Mayli, bir amallab butunni o'tkazib olsam, keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Kimdir bormi? Mehmonlar bormi deyman. Bor. Kiraveringlar. Shu yerda ekan. Boss. Yaxshi. Ko'rganimdan xursandman, ishlar qalay? Ishlar juda ham pachava. Qisqasi nima uchun bu yerga kelganimni bilasan-a? Ha, o'ylaymanki pul uchun. Albatta pul uchun. Boshqa nima uchun bo'ladi? Bo'ldi aka, pul. qani? Gap bo'lishi mumkin emas. Pulni joyiga qo'yaman, faqat menga biroz vaqt kerak. Senga qancha vaqt berishim kerak? Ancha kutdim men senga. Men senga 1 oy muhlat beruvdim. Qani o'sha pulni? Sen faqat bahonalar to'qib chiqarasan. Yo'q. Yana 2 hafta. Shunchaki eski uyimga borib kelishim kerak. Pullar Yana 2 hafta. Yana nima deyapsan? Eski uyga borguncha 2 hafta. Senga shu 1 hafta. 3 kun muhlat, 1 hafta bo'lmaydi. Ortiqcha gaplanmaman kerak emas. Agarda 3 kunning ichida Bizga sal oling. Mana bu tushunmadim. iltimos, boss. Yo, bo'ldi. Ha. Bo'ldi, qurolni olib tur. Bo'ldi. Yaxshi. Senga 3 kun muhlat. 5 kun iltimos. Nimalar shuncha kutdimman. Janarson, mayli. 5 kun bo'lsa 5 kun. Agarda 5 kunning ichida qilmasang, bilasan nima bo'lishini. Yaxshi boss, tushundim. Bo'ldi. Qisqasi qisqasi mayli. O'zing tushunib olgan bo'lsang mayli, men ketdim. Senga 5 kun muhlat. Yaxshi. Asab. Yur. La'nat. Ishlar pachava-ku. Qochishga ham menda hech qanaqangi imkoniyatim yo'q. Pulni qaytarishim kerak, lekin Janarsan. Mayli. Shu safar omading keldi, lekin bu safar bori yorib tashlayman, tushundingmi? Endi Hamma pulmaga tushundingmi? Hamma pulni o'zing oldingmi? to'xta, sen o'zingga moslashib qilgansan buni. Men o'zim bu safar suzaman, tushundingmi? Tamam, bu safar ham yutaman, so'z. Mayli, hozir to'xtama shunday olamizda. Mana bu safar boshqacha suzaman. Qani endi kim yutishini ko'ramiz, tushundingmi? Voy, palagat menga hech narsa tushmadi. Ataylab qolyapsanmi? Ataylab qilmadi. Bu omadsizlikdan, tushundingmi? Sen omadsizsan. Qarab tursan hali. Bu akang bor-ku, ig'ir omadsiz. Bu bashi kalbosh, burni katta, ko'ryapsanmi? Omadsiz bu. Qishloqdagi odamlar juda ham ajoyib ekan. Mayli bo'lmasa men ketdim uyga. Bo'pti. To'xta, Neko. Men senga bitta nima desa bo'ladi, sovg'a bor. Buni nima desa bo'ladi? Mendan ajoyib sovg'a deb bor. Salla qarab o'tirmasdan suzib tur. To'xtab tur, hozir olib chiqaman. Qanaqa sovg'a bo'ldi? Nima narsa, tezroq olib chiq. Juda ham zo'r bor-ku. Men buni o'zim yetishtirganman. Bu senga yoqishi aniq. Nima bo'ldi? Sabr qilib tur. Tezroq chiqsang-chi, shoshilyapman. Mana bu yo'l juda ham ajoyib zo'r. Bu nima desa bo'ladi? Uyingni juda ham zo'r. Namuncha sassiq, qattonlikmi yo'ldi? Uyimda boshqasi olib chiqaymi? Boshqa olib chiqib umuman bo'lmaydi-yu. To'xta, bu uying zo'r edi lekin, mayli, to'xtab tur. Bo'pti, tezroq bo'l, shoshilyapman. Uyda ishlarim juda ham ko'p. Sansirama. Sana katta odam bo'lsa, qanday qator odam-a? Voy. Nima bu? Puchuq yo'l. Zo'r yo'l bu. Buni ham sassiq desa bor-ku. Senga sovg'a bergan mana ahmoq. Bo'pti, uyimga olib borib ber. Xohlasang mana o'zim gullar bor. Qaysi yoqsa ol, chop. Bo'pti, to'xta, o'zim tanlayman. Sen vashshi bo'lmas ekansan. Ichkarida yo'qmi? Yo'q, ichkariga kirma. Mana buni uyimga ko'tarib olib chiqib ber. Mana mashina. Voy. Mana menimda grija qilmoqchimisan? Yo'q, просто anu kattaga hurmat qilib ko'tarib ber. Ko'tarib bering. Mayli. Kichkina bo'lganing uchun mayli. Senga yordam. Bo'pti, davay. Yuring bu yoqqa. Qayerda o'zi? Mana bu yoqqa. Mana. Bu yoqda. Mani bobomni tanimaysizmi? To'xta, sani uying shag'mi sani? Bilasanmi nima? Nima? Maslahatim o'zing kirg'izib och, tushundingmi?
Nima bunaqa qildi? Tushunmadim. Manimcha bobomni deb mayli olib keray endi. Qayerga qo'yib qo'ysam ekan? Davay mana shu yerda tursin. Tushunmadim. Telefonim ichkarida edi. Kimdir telefon qilyapti? Olaylik-chi. Allo? Allo Niko, nima gap, tinchmi jigarim? Seni ham qatan? ko'rmaganimga ancha bo'lib ketdi. Nima gap? Tush pastga biza keldik dadajoning bilan. Qatga Pastga tush. qishloqqami? Da qishloqqa uyini shundoq tagida turibman, lekin tushmasang lekin Voy. yomon xafa bo'lamiz. Hozir tushyapman. Qayerdan bu? Davay, bo'pti. Qanaqani topishdi? Mayli. Voy. Nima gap Niko? Nima gap, Niko? Yaxshimisan, yaxshi o'tiribsanmi? Dada qayerdan keldingiz siz? Ha, mana men bu o'rtoq uyni olib kelolman endi. O'shdan. Sen bilan Akanchi. Akangiz-u. O'sha ana shu dedim, qishloq ancha o'zgarib ketdi. Siz politsiya ofitseri. Tushunmadim. Siz nimaga bolalarni bu xavfli uyga olib kiryapsiz? Siz nima ishingiz bor, u meni o'g'lim. Boring bu yerdan, ishingiz bo'lmasa. Ikkita o'g'lingiz bormi? Ey, ko'k kiyimli bola. Kelasi ham o'g'lim. Ehtiyot bo'l, bu yer. Dadaji. Yo'q. Boring, bu yerda nima qilib turibdi? Siz katta bo'lib turib qarang qiling yoshingizni. Ey, Siz yo'q keling. Mayli, bolalar sizlar gaplashinglar. Aka, mana kola ichasizlar jim. ko'k kiyimli bola. rahmat. Ko'k kiyimli bola. Rahmat. Kirma. Faqat kirma. Bu yerda juda ham qotilliklar bo'lgan. Niko. Bo'lmagan gap, aldayapti. Qiling qilingizdi. Politsiyaga telefon qilaman. Politsiya mana bu yoqda. Hozir hibsga olaman sizni. Xullas, bora bu yoqqa o'tingchi. Tushunmadim. Sizlar bilan gaplashmoqchiman. O'zlari hal qilsin. Niko, ungacha biz uyga kirsak. Mayli, yur. Kir. Qalaysan, yaxshimisan? Eshigidan foydalanish. Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimi? Nima gaplar olamda maza qilib yuribsanmi, mensiz? Ha, yaxshi. Aytmoqchi, bu anaqani qayerdan olding? Nima deydi? Qayerda yashashmi? Dadang bilan Короче, to'g'ri uyga inga keldim, shu qishloqqa keldim va dadangni yo'lda ko'rib qoldim va dadangni tanib birdan meni olib keldi. O'g'limdan xavotirda edim, uydami o'zi. Niko, bilasanmi? Hamma sizlarni sirli deyapti, nimagadir men tushunmadim, nima qotilliklar bo'lgan deyapti. Eshitmagansanmi? Yo'q, nima bo'lgan bu yerda вообще-то? Bobom eshitmagansanmi? Bilasanmi, men odam o'ldirib bunaqalardan qo'rqmayman, lekin bitta narsadan qo'rqaman. Bobong pedofil mas'ul. Yo'q, unaqa nima? Bo'ldi, unaqada bo'lsa, lekin tushunamiz. u 2 yil oldin qamalgan edi, lekin bilmadim. Hozir nima qilgan? Menimcha o'lganman ham bo'lsa kerak. Bilasanmi, qamoqda juda ko'p jazolar beradi va statiyalarni juda katta qilib bobong million yilga kirib ketgan va hech qachon chiqmaydi. Menga ishon, bobong hech qachon bu yerdan chiqmaydi, chunki bunaqa ishlar bilan shug'ullangan bo'lsa. Umid qilaman o'lgan, lekin o'lgani yaxshi. Chunki u juda ham yomondi. Axir senga zarar yetmagan-ku, u inson seni yaxshi ko'rgan, seni yeb qo'ymaganidan xursand bo'lmaysanmi? Qanday bu gaplarni aytasan? Bilmadim. 2 yil oldin nimaga eshik ochilyapti, tushunmadim. 2 yil oldin, xullas, u meni uyga taklif qilgan, bu yerda birga yashaganmiz. Lekin u meni o'ldirmaganiga men sabab politsiyadan berkinish bo'lgan. Lekin u qandaydir bir sirli ishlar bilan shug'ullangan. Biz bilmadim. Niko, bitta narsa so'rasam maylimi? Nima? Politsiya bu ishlarni hammasini fosh qilganmi? Bilmadim. Dadam politsiyada ishlaydi, lekin so'rab ko'rmagan ekanman. Yana bitta sirli, u qaysi xonada va menga buni ko'rsata olasanmi? Juda ham qiziqib ketyapman, to'g'risini aytsam, bobongning ishlariga. Yo'q, men u xonaga kirmayman. Chang bosib. Maylimi, agar o'zim kirsam deganim, juda ham qiziqarli uy ekan. To'g'risi, seni bu ancha bo'ldi ko'rmaganimga. Вообще maza, oho. Uyni avval tanishtiray, bu oshxona, bu yer mehmonxona. Bu joylarni qaytadan ta'mirlatdim, lekin 3-qavatda lekin gesh. 3-qavatda lekin yomon qo'rqinchli narsa bor, bu yerga kirganim. Kirishni ham yoqtirmayman. Maylimi, o'zim bir kirib chiqsam? Maslahat bermayman, qo'rqib. Lekin bitta kirib ko'rishim nima qilardim? To'xtab tur agar mana shu yerda, agar sen qo'rqsang. Sen bu yerda qanchadan beri turasan? To'g'risini ayt faqat. Bir hafta, endi bir hafta bo'ldi. Dadam ish bilan anaqaga ketgan, shuning uchun meni bu yerga nima deydi? Xullas yashagan tashkil. Bo'ldi, tushunarli. Lekin bilasanmi nima? Sen nima bu uyda turmadingmi? 3-qavatga umuman chiqmadingmi? Nima borligiga qiziqmasang uyingda? Bilasanmi nima bor u yerda?
bitta odam bilan har xil ishlar qilingan. Uni hech Ey. chaqchaqlarigacha to'g'risi buni Asosida, aytishga ey. tilim всё. Lekin bu Tilim bor, narsalarni lekin men ko'rganman, bu yo'q, yerga chiqmay qo'yaver. Mayli, To'g'risini aytsam, yur, buni- aylanamiz, yur. Ketdik. Senga qishloqni talanib ko'rsataman. bo'shatib olish kerak edi-da. Tony Maguire. Bu sani bobongizmi? Ha. Mayli, shu bobomni gapirma. Yur. undan O'zi, ko'ra- tushunarli. Bilasanmi, bobong Ha. juda hamma qo'rqishadi deb o'ylayman qishloqda. Bu ham shuncha gap, so'zlar eshityapman hamma yoqdan. Ha, lekin bobom o'z ko'zim bilan ko'rganingda, to'g'risini aytsam, bobom meni o'ldirishga hazgina qo'ygan va uni to'g'risi men ushlaganman. Yo'q, sen sotib berganmisan? O'z bobongni? Ha. Voy, u g'irt manyak. To'g'risi, Niko, men senga juda qiyin. Men seni hozir umuman tushunmayotgan bo'lishim mumkin va seni gaplaring hech qanday meni aqlimga sig'mayotgan bo'lishi mumkin. Chunki faqat bu narsalarni o'zing guvohi bo'lgansan. To'g'risi, agar men bu guvohi bo'lsam edi, bu narsalarni men bu dunyoda yashamasligim mumkin edi. Chunki o'zim jonimga qasd qilib, bunaqa odamlardan qochgan bo'lardim. Chunki bu beshafqat dunyo. Mayli, xullas, yur restoranga kiraylik. Senga zo'r Aha. gaplar bor yana. Yigitlar, bu yerga yig'ishimizdan maqsad o'sha qamoqdan qochilgan qotillar haqida. Xullas, bu yerdagi gaplarning barchasi oramizda qolishi kerak. Eng birinchi qoida mana shu bo'ladi. Bu yerda yaqinlarim, boshqalarim degan gap ketmaydi. Faqatgina jinoyat va jinoyatga qarshi ish olib borish. Tushundinglarmi? O'ylashimcha, tushundinglar degan umiddaman. Qanaqangi bir fikr bo'ladigan bo'lsa, bemalol tortmay gapiraveringlar deyapman-ku. Menga har bir dalil va har bir fikr juda ham muhim. Xo'jayin, siz shu ishga juda ham ko'p ishlab kelmoqdasiz va biz sizni hurmat qilamiz va sizning fikrlaringizni har doim inobatga olamiz va sizning gaplaringizga kiramiz. Lekin mening fikrimcha, sizning nima desam bo'ladi, qidirish, ishlash usulingiz salgina eskirdi-da. Serjant ADBda gapiraman. To'g'risini aytsam, juda ham ko'p narsalarni qilyapmiz, lekin hech qanday foydasi yo'q. To'g'risini aytsam, Yaxshi, bo'ldi, yetadi. Demak, bizda ishlash prinsipi biroz eskirgan. Demak, bunga biz biror chora topishimiz kerak. Mayli, men tepadagilar bilan yana bir gaplashib ko'rishim kerak. Ular ham meni juda ham hid qilib yuborishdi. Uyimdan ayrishdi. To'g'risini aytganda, eng yaqinlarimdan ayrishdi. Hozir o'z bolam xavfli joyda, uni hayotini xavfga solganman. Jinoyatchini tutish uchun mana shunaqa gaplar. Bo'lmasam mana bunday qilamiz. Menga bitta savol bor edi-da. Xo'sh, bemalol. Siz bizdan manyak haqida savollar, dalillar so'rayapsiz. Lekin u manyak vaholanki u sizning otangiz va u manyakni siz bizdan yaxshi bilishingiz kerak-da. To'g'risini aytganimda, va otam bu ishga aralashgan paytlari, mana ochiqchasiga gapiraman, men shaharda o'sganman. Otam meni shaharda o'stirgan. Xullas, kim bolasiga yomonlik qiladi? Shu sababli men shaharda o'zim mana shu ishni tanlaganman. Lekin otam jinoyatchiligini shu paytgacha bilmaganman. To'g'risi, oxirgi 2 yilda bildim bu narsalarni. Sababi qamalib chiqdilar, boshqa bo'ldilar va qanaqa ma'lumotga ega bo'lsanglar, men ham shunaqa ma'lumotga egaman to'g'risi. Shuning uchun unga umuman boshqa shaxs nazarida qarayapman, tushunyapsizmi? qiziq, xo'jayin, yana bir marta savolim bor edi-da, agarda aytsam. Bemalol, albatta. Bu yerda har bir fikr menga muhim. Hammasini o'ylab, qarab, keyin ishni boshlayman. Qisqasi, bu manyak, ya'ni sizning otangiz sizni o'ldirishiga bironta shubhangiz yoki ishonasizmi? Yo'q. Bu narsaga umuman shubham yo'q. U odam shunaqangi odamki, faqat o'zini yaqinlariga hech narsa qilmaydi. Shunchaki o'zini qiziqishlari orqasidan yuradigan odam. Qiziq. Lekin nimaga o'tgan yili o'sha manyak qamalishidan oldin sizni bolangizga hujum qilmoqchi bo'ldi manyak? Yo'q, hujum qilmoqchi bo'lmagan. U faqat reja ichida bo'lgan, tushunyapsizmi? Shuning uchun ham men bolamni ana shu yerga qo'yganman, uni tutish uchun. Demak, siz bolangizga yolg'on gapirgan holda Ha, shunday, aynan, to'g'ri topdingiz. Xo'p, endi sizni fikringizga keladigan bo'lsak, serjant, siz qolganlarni yaxshilab boshqarib turishingiz kerak. Tushunarlimi? Men tepadagilardan yaxshilab gaplashib, yaxshilab ularning rejalarini, ularni qilmoqchi bo'lgan barcha ishlarni bilib olib, keyin men sizga ishni aytaman. Tushunarlimi? Siz esa siz bilan ham bitta ish bor. Qolganlar hamma hujjatlarni qayta tekshirib, qayta ko'rib chiqsin. Yomg'ir ham yog'vordi. Katanlar ham ketishdi. Mayli endi
uyga kira qolay. Niko, Ha, sani anavi uyda jitellar chaqirayotgan edi. qaysi uy? Ana o'ng tomoningda. Mana bumi? Ha, bor gaplari bor ekan. Mayli. Tushunmadim, qanaqa gap bo'ldi? Kiraylikchi. Ana u Qobil degan jitilni uyi. Mayli. Hop, kimdir bormi? Hech kim javob bermadi. Voy, hamma shu yerda-yu. Yaxshimisizlar? Ha, Niko, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Nimaga chaqiruvdinglar? Sendan bir nimani so'ramoqchi edik. Ana uyda Rostdan o'zing yashaysanmi? Ha, nima qilibdi? To'g'ri, bilaman. Bobom oldin manyak bo'lgan, lekin hozir o'lib ketgan bo'lsa ham kerak. Yoki politsiyadan qochib qutulib bo'lmaydi. Bilaman, lekin u uyda baribir yashashing xavfli, chunki u uyda har xil zararli narsalar bo'lishi mumkin. Balkim, lekin hozircha ko'rmadim. Yaxshi yashayapman lekin. Chunki hozirgi anaqa ham nima desa bo'ladi, hayotim shunga majbur qilib qo'yib. Boshqa joyda yasholmayman, chunki boshqa joyim yo'q yashagan. Xolasi mana biz bilan tur. Senga o'zimiz uyimizni beramiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Rahmat, lekin mana shu yaxshi menga. Ha, lekin ehtiyot bo'lib yuraver. Bobong o'lmagan bo'lishi ham mumkin. Yo'q, lekin o'lganim yaxshi bo'lgan bo'lsa kerak. Shunaqa deb hisoblayman men. Bo'pti, bo'lmasa men ketdim. Bo'pti. Ey, Niko. Ha. Sanmi? Ha. Karta o'ynamaysan? Yo'q, o'ynamayman. Ertaga o'ynaymiz, hozir yomg'ir ham yog'yordi. Mayli, bo'pti. Nimaga mana u jitel unaqa ko'zini katta ochib qo'ygan? Qo'rqoq shunaqa. Ketaver. Sal narsaga ham qo'rqadi. Mayli, bo'pti. Jitellar ham bormi deyshap. Mayli, pulimni olib chiqib magazindan Qobil akami, Ishmat akami o'shdan anaqa olib chiqsam, jitel bo'pti. Bu ham javob bermadi. Nimaga turibdi yomg'irda o'zi? Usti ho'l bo'lib ketadi-yu. Mayli, bu yerda pul bormi? Bu boshqa joy. Tak. Hop. Yo'q, bu yerda pulim tepadamida. Voy. Mana shu 3-qavatda ko'rganim ko'zim yo'q. Pulim qayerda edi? Mana. Endi ketsak bo'ladi. Tezroq tushib, narsalar olib chiqsam, aytgancha soyabonim ham yo'q, bor-ku. Shuni kiyib olardim. Nima deyapman? Olardim. Hop, $50 pulim bor. Ishmat akadan endi narsalarni olib, sekin suramiz-da, shunaqa qilib, Hop. Ishmat aka qani? Aka, qanisiz? Ishmat qandolat 2026. Eng arzon narxlarda. Qani o'zi? Tushunmadim. Jitellardan borib so'rab kelsammikin, ha? Voy! Tushunmadim. Bobommidi bu? Voy! Tirik ekan. O sandiq nimaga turibdi? Borsammikin, ha? Bobom tirik ekan. Balakat. Borsammikin. Mana u sandiqqa nimadir ishora berdimi, bilmadim. Yo'q, bobom tirik, nima qilaman? Hozirroq bu qishloqdan ketishim kerak. Sandiqni ochsammikin? Mayli, borib ochib ko'raman. Ana. Yo'qmi? Kitob? Qochdim. Voy, ketish kerak bu yerdan tezroq.
Kitob. Nima yozilgan? Menga yordaming kerak. Va uydagi 3-qavatga chiq. Va uydagi 3-qavatga chiq. Va yo'q. Hayotda buni ishni qilmayman. Qon hali ham turibdi. Falokat. Chiqsammikin? Jinursan. Bobom tirik ekan. Dadamga telefon qilishim ham kerak. Bu uyda ortiq yashab bo'lmaydi. Ketdim. Chiqsammikin? Falokat. Menga yordaming kerak deyapti. Qanaqa yordam bo'lishi mumkin? Rostdan ham yordam kerak ekan. Mayli. Chiqqanim bo'lsin. Chiqqanim bo'lsin. Nima narsalar bular? Falokat. O'likmi? Qon. Badbo'yligini. Shu eshikni ochaymi? Voy, jinursan. Yordaming kerak. Uydagi 3-qavatga chiq. Uydagi 3-qavatga chiq. Ochaman. Voy. Nima narsa bo'ldi bu?